Türkiye'nin Kastamonu Üniversitesi'de ma'nilik to'y murosimi o'tkazildi. Türkiye Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesida o'qiyotgan Sharq Turkistonlik o'quvchi Adil No'ruz bilan Atiya Adil 23 aprel Kastamonu Üniversitesi Amin Baydil tantarbiya klubi tamaxxonasida to'y murosimi o'tkazdi. To'y murosimiga Kastamonu Üniversitesi rektori professor doktor Seyit Aydın Efendi, Kastamonu viloyati muftisi Osman Aydın ve Sharq Turkiston Ulamolar birligidan Mahmudjon Damollam ve Ustoz Muhammad Ömer shundaqla qiz yigitning do'stlari qatnashdi. To'y murosimi Qur'oni Karim tilovati bilan va duolar bilan boshlanib, she'rlar deklamatsiya qilindi. To'y murosimida professor doktor Seyit Aydın Efendi so'z qilib, maktabimizda 2250 chet ellik o'quvchi bor. Ularning ichidagi 1550 nafar o'quvchi Turk dunyosidan kelgan. Bu yil maktabimizga Sharq Turkistondan 49 o'quvchi keldi. O'quvchilarimizning ota-onalarining bir qismi turmada yoki hayotidan ayrilgan. Sharq Turkistonda Uyg'ur turklarining soni qanchaki ko'paysa bizga shuncha foydali. Şoň yoshlar to'y qilib eng oz deganda 5 bolalik bo'lish kerak. Vatandan 8000 kilometr yiroqlikda to'y qilish xushallanarlik bir ish. Biroq hech qanday narsa vatanning qimmati va ma'nosini bera olmaydi. Allah har qanday bandasini o'z vatandan ayirmasin. Vatanda asir qilmasin. Ishonimanki Sharq Turkiston cho'qim mustaqil bo'ladi deganlarni bildirdi. Memleketinden 7-8 bin kilometre uzakta bir nikah akdi yapmak elbette ki buruk bir sevinçtir. Bunu da biliyoruz. Gençlerimize Allah bahtiyarlık versin ve memleketlerinde mesut, mutlu etsin inşallah. Buradan mezun olduklarında onları memleketlerine göndereceğiz, ümit ediyoruz. Farzandlarimiz Uyg'ur xalqining madaniy xosligini namoyon qildi. 24 aprel xalqaro bolalar bayramiga qatnashayotgan farzandlarimiz Sharq Turkiston xalqining madaniyati va xosligini dunyoga namoyon qildi. 5 kun davom qilgan xalqaro bolalar bayramiga Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan Sharq Turkiston farzandlariga vakolatan 21 nafar farzandimiz qatnashdi. 24 aprel tushdan burun qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'ini ko'targan farzandlarimiz milliy xoslikka ega o'yinlarni ko'rsatib, Uyg'urlarning madaniy xosligini haqiqiy namoyon qildi hamda tomoshabinlarni o'ziga alohida jalb qildi. Bugun soat 10 da faoliyatni muvaffaqiyatli oxirlashtirgan farzandlarimiz 42 davlatdan kelgan bolalar va mehmonlar bilan xo'shlashib Istanbulga qaytdi. Farzandlarimiz xalqaro bolalar bayrami davomida nagili borsa chiroyli milliy kiyimlarni kiyib, Sharq Turkistonning ayulduzlik ko'k bayrog'ini egiz ko'tarib, Uyg'urlarni xalqaroga tunutish, Uyg'ur madaniyati, Sharq Turkiston bayrog'ini tunishtirish jihatlarida ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Türkiye vakili Yevropa Kengashi yig'inidan chiqib ketishni qaror qildi. 24 aprel Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa Kengashi parlament a'zolari majlisi yig'iniga qatnashayotgan Türkiye hay'at boshlig'i Akif Chag'atay Qilich, bölgünçü terrorlik tashkiloti PKK'ning Suriya gumashtisi PYD'ning atalmış sobiq tang huquqliq boshlig'i Salih Muslimning so'zligichi sifatida taklif qilinishiga qarshi umumiy kengashdagi xizmatlarini to'xtatib qo'yib, Turkiyaga qaytishni qaror qildi. Akif Chag'atay Qilich yozim bayonotida Fransiyaning Strasburg shahrida boshlangan Yevropa Kengashi parlament a'zolari majlisining bahor mezgillik umumiy kengash yig'inining qo'shimcha bo'limidagi bir faoliyatga Birleşme Yevropa Solchilar Gruppasi boshlig'ining tirishchanligi soyasida Yevropa Kengashi parlament a'zolari majlisi binosida Turkiyaning Suriyada elib borgan Zaytun shahri harbiy harakatiga qarshi yig'in o'tkazilishiga va Muslimning u yerga taklif qilinib, leksiya so'zlashiga ruxsat qilinishini ayblab, Yevropa Kengashining qimmat qarashlariga zid va Yevropa Kengashi o'lchamlari nuqtasidan qabul qilinishi mumkin bo'lmaydigan bu faoliyatni ayiblayman deganlarni bildirdi. Ataqlıq yozg'uchi Abduqodir Jaloliddinning tutqun qilinganligi dalillendi. Erkin Asiya radiosuning xabarida bildirilishicha, atalmış Şinjan Pedagogika Üniversitetining professori, ataqlıq shoir va adib Abduqodir Jaloliddinning Ürümçerdagi davlat amanligi soqchilari tarafidan tutqun qilinganligi aniqlandi. Bu uchur mazkur universitetning amanlik boshqarmasi siyosiy ishlar bo'limining mas'uli Feng Wenchang tarafidan dalillendi. Feng Wenchang Abduqodir Jaloliddinning 29 yanvar kuni Ürümçi shaharlik davlat amanligi soqchilari tarafidan tutib ketilganligini bayon qildi.
Atalmış Şinjan Pedagogika Üniversiteti Qo'g'dash boshqarmasining bir xodimi Abduqodir Jaloliddinning 3 oydan beri maktabda yo'qligini oshkorildi. U yana Abduqodir Jaloliddinning tutilib ketganligi haqida jamiyatda gap tarqalganligi, ammo maktabning rasmiy yo'sinda bu voqeani ishchi xizmatchilarga texi uqtirmaganligini bayon qildi. Agar bir odam hayotning o'zini faqat ya 50 yil ya 70 yil ya 80 yil o'tib ko'rgan bo'lsa, hayot faqat mushu fani dunyodagi qilib harakatlar faoliyatdan iborat deb qarasa, anda bu odam hayot degan narsani mushu umrda yetishtirgan, rohat surgan, kayf surgan mushu ishni hayot deb ta'rif qilish. Ya bu hayotning kimi bu hayotdan yana davomı var. Bunu yana İslam kitabı deb qaragan vaqtimizda ihtimal bu o'zini hayotiga yana boshqa bir maydonda boshqa bir pozitsiyada muomala qilishi mumkin. Ürümçi şəhərdə 33 yerdə yığıveliş lagerining barligi olg'a surilmoqda. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonda barg'ansir yuqori pallaga chiqayotgan yepiq shakllik tarbiyalash to'lqinida millionlagan Uyg'urlarning bu lagerlarga so'langanligi ma'lum. Ammo rayonda zodi qanchalik sonda tarbiyalash lagerining ta'sis qilinganligi texnicha noma'lum. Yaqinda cheklangan xabarlar to'g'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi bir uchurda Ürümçi şəhərdə 33 o'rinda mushu xildagi yig'ivelish lageri ta'sis qilingan deb ko'rsatilgan. Xabarda aytilishicha, hozir siliqlashtirilib, siyosiy tarbiyalash markazi deb atilayotgan o'rinlarda davlat ma'muriy xodimlarining hukumat chekit urib qo'ygan barliq shaxslarning, shundaqla diniy e'tiqodga chetishlik kishilarning mingisini yuyish xizmati jiddiy davom qilmoqda ekan. Shunga ular bu o'rinlarni tilga olganda tarbiyalash markazi deyishning o'rniga yig'ivelish lageri degan so'zni qo'llangan. Şunun bilan birga Çinchuango milyonga yaqin kishini go'ro'ga elib olib, butkul Xinjiangni usti uchuq turmaga aylantirib bo'ldi deyilgan. Xabarda aytilishicha, navbatda Sharq Turkistondagi barliq shahar, nahiya va yezilargacha umumlashgan siyosiy jihatdan tarbiyalash, qatmuqat tekshirish nuqtalaridan o'tish, qadamda bir kimlik tekshirish qatorliq bexatarlik tadbirlarini ijro qilish jarayonida Çinchuango boshchiligidagi qon sho'rg'uchi guruhga nafratlanib kelayotgan davlat ma'muriy xodimlarini fashistik tuzum sababidan ziyonkashlikka uchirg'uchidan boshqalarga ziyonkashlik qilg'uvchilarga aylanmoqda deb ko'rsatdi. Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqtda inkos qaytarib, navbatda Sharq Turkistonda Uyg'ur bo'lganlikning o'zi Xitoy uchun xatarlik bir kimlik bo'lib qolmoqda deyishmoqda. Shimoliy Koreya masalasida Xitoy passiv o'ringa tushib qolish oldida turmoqda. Dunyo axborotida qiziq temalardan bo'layotgan Shimoliy Koreya hukmdori diktator Kim Jong Unning Janubiy Koreya va Amerika rahbarlari bilan suhbatda bo'lmoqchi bo'lishi haqidagi xabarlarda Xitoyning barg'ansiri passiv o'ringa tushib qolayotganligi ma'lum bo'lmoqda. New York vaqti gazetiga 23 aprel besilgan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, Shimoliy Koreyaning bu qatimqi suhbatdan keyin Janubiy Koreya bilan yaqinlashishi hamda Xitoy bilan bo'lgan manfaat munosabatining yiroqlashishi mo'ljallanmoqda ekan. Shuning bilan birga Shimoliy Koreyaning yadro qurollar sistemasidan voz kechishni xohlashiga ergashib, Xitoyning Shimoliy Koreya uchun muhimligi texmo ojizlaydi ekan. Bo'libmi navbatda Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreya va Amerika rahbarlari bilan bo'lgan uchrashishga doir ishlarni o'z oldiga saramjonlashtirishi Xitoyni birdilla bu joydagi siyosiy shaxmat taxtasida yetim o'ringa tushirib qo'ygan. Hong Kong Universitetining professori Jang Baohui bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Shimoliy Koreyadagi mo'tivarlik o'rnining bekor bo'lishiga yuzlanishi Xitoy uchun og'ir kelmoqda degan. Navbatdagi vaziyatda Amerika hukumati Shimoliy Koreya bilan bo'lgan suhbatga oldirmaydiganligini bildirgan. Janubiy Koreya bo'lsa ikki Koreyani birlikka keltirishga oldirmoqda ekan. Xitoy bo'lsa ikki Koreya birlikka kelib, bu yangi davlatning Amerikaga eg'ib ketishidan bakmo ansirmoqda. Shuning bilan birga Shimoliy Koreya hukumati Janubiy Koreyada doimiy turishliq 28 ming Amerika armiyasini chekindirib ketish talabidan voz kechadiganligini bildirgan bo'lg'achqa, bu ahvol Xitoy uchun texmi og'ir bosh og'riqi bo'lib qoladi ekan. Turkiyalik va Yevropaliklarning kunlik o'ttirchi kitob o'qish statistikasi e'lon qilindi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa statistika organi Eurostat 23 aprel Dunyo kitob o'qish kuni munosabati bilan 2008 yildan 2015 yillar orasida 15 davlatda elib berilgan tekshirish natijasini e'lon qildi. Estoniyaliklar kunda o'ttircha 13 minut kitob o'qib, birinchi ratdan,
Polshaliklar bilan Finlandiyaliklar kunlik o'ttircha 12 minut kitob o'qib, ikkinchi ratdan o'rin oldi. Mazkur tekshirish Vengriyaliklarning kunlik o'ttircha 10 minut, Gretsiyaliklarning 9 minut kitob o'qiydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Luxemburgliklar va germanlar bilan o'xshash nisbatda kitob o'qigan turklar bo'lsa, kunda 7 minut kitob o'qish orqali Angliyaliklar, Ispaniyaliklar, Gollandiyaliklar qatorliq ko'p sonda Yevropa davlatini orqada qoldirdi. Fransuzlar kunda o'ttircha 2 minut, Avstraliyaliklar, Italiyaliklar va Ruminiyaliklar 5 minut kitob o'qiydigan bo'lib, tizimlikning Yevropadagi eng az kitob o'qiydiganlar qatoridan o'rin oldi. Mazkur tekshirish natijasiga qaraganda turklarning 10% ga yaqini, Finlandiyaliklarning 16,8% va Polshaliklarning 16,4% asosliq madaniyat faoliyatlarining kitob o'qish ekanligini bildirgan.